Qachongacha mehmonxonangizni eski uslubda ta'mirlashda davom ettirasiz? Ko'pchilik hali ham mehmonxonasiga stol-stul qo'yib, uni faqat mehmon kutish uchun ishlatadi. Lekin o'ylab ko'ring, mehmon har kuni kelmaydi. Ba'zan oyda bir marta keladi xolos. Natijada esa siz butun bir xonani faqat oyda bir marta ishlatiladigan joyga aylantirib qo'yasiz. Ayniqsa kvartirada yashaydigan oila uchun bu katta minus. Chunki har bir xona oila a'zolari uchun foydali bo'lishi kerak. Shuning uchun biz mehmonxonani boshqacha uslubda loyihaladik. Zamonaviy bambuk panellari, trenddagi LED yoritish va eng muhimi qulay divanli zona. Bu dizayn sizga kamida 4-5 yil eskirmaydigan zamonaviy ko'rinish beradi. Bu yerda siz mehmon kutishingiz, oila a'zolaringiz bilan suhbatlashishingiz, ya'ni bitta xona bir nechta qulaylik. Shunday ekan, mehmonxonani faqat mehmon uchun emas, butun oila uchun yashaydigan joyga aylantiring.